Bizning korxona 1931-yilda tashkil topgan bo'lib, shundan 7 ta suv inshootidan suv ishlab chiqarib beramiz aholi uchun. Shulardan 2 donasi ochiq suv havzasidan olamiz, qolgan 5 tasi yer osti suvlaridan olamiz. Shulardan birinchi qurilgan suv inshootimiz Bo'zsuv suv inshooti bo'ladi. Undan keyin aholini ehtiyojiga qarab turib, shu Qodira suv inshootimiz, Qibray suv inshootimiz, Sergeli, Qorasuv va Janubiy suv inshootlarimiz qurilgan. Hozirgi kunda Toshkent shahriga 2 million 400 kubdan oshiqroq suv berish qobiliyatiga egamiz. Hozirgi kunda biz Toshkent shahriga 1 million 850 kubdan oshiqroq suv beryapmiz. Toshkent shahri suv ta'minoti bo'yicha quvurlari 3962,9 kilometrdan oshiqroq. Hozirgi kunda katta hajmli suv tarmoqlarimiz 662,3 kilometrni tashkil etadi. Qolganlari mayda tarmoqlarimiz. 35 mingdan ziyod quduqlarimiz mavjud. Toshkent shahrida yuqori ko'tarib beruvchi suv inshootlarimiz bor. Nasosniy stansiya deymiz. 323 dona nasosniy inshootlarimiz mavjud. Shundan hozirgi kunda biz qariyb 5 yildan oshib o'tdi. Qishki dasturimiz tayinlangan Toshkent shahar hokimligi tomonidan. O'sha dasturlar bo'yicha 50 kilometrdan har yili 50 kilometrdan ziyodroq quvurlarni almashtirish va 60 donadan ortiqroq o't o'chish moslamalari va 100 dan oshiq yopqichlarni almashtirish rejaga olganmiz. Hozirgi kunda yana biz qilmoqchi bo'lgan ishlarimiz shahar bo'yicha katta quvurlarni chet el texnologiyasini olib keltirib, hamma yo'lni ko'lab bormasdan, yo'l qatnov qismlarini ko'lamasdan, shularni hozir ichidan turba tiqish yoki sanatsa degan yo'llari bor. Shu yo'llar bilan quvurlarni qayta ta'mirlash ishlarini olib bormoqchimiz. Suv tarmoqlari boshqarmasida 50 dan ortiq maxsus texnikalar mavjud. Shulardan ekskavator, atkachka, sak, kran, samasvallarimiz mavjud. Hozirgi kunda nosozlikni bartaraf qilish uchun hamma texnika, sharoitlarimiz hammasi mavjud. Xavfsizlik hududlarini ham ko'rib, hammasini nosozliklarni bartaraf qilish choralarini hozirgi kunda ko'rinyapti. Shahar bo'yicha brigadalarimiz bor, har bir rayonda 4 tadan har bir rayonda brigada bor. Umumiy shahar bo'yicha 69 ta brigada mavjud. Toshkent shahar suv tarmoqlari boshqarmasida hozirgi kunda texnikalarimiz va brigadalarimiz mavjud. Nosozliklarni bartaraf etish uchun barcha imkoniyatlarimiz mavjud.